Assalomu alaykum yurtdoshlar. Navbatdagi ishimizni qilib 7000 ko'lam bo'lgan katta plas baholasi bilan 16-etajda o'rnatamiz. Ustanovkasini ko'rsatamiz. Baholasi. Mana ishlarimizni o'rnatib oldik. Akfa plas 7000 reyodan bo'lgan baholasi juda ham zo'r chiqdi. Ko'rishingiz mumkin mana. Xotinlar bilan qildik. Oynasi 2 qavat bo'lgan. Ruchkasini ham o'zini Akfa firmasidan qo'yib berganmiz. Baholasi cho'tki holatda ochib yopiladi. Bu pochka hisobini ham bajaradi bu holati. Shunday olib qo'ysanglar. Baholasi o'ta mo'tadil holda o'rnadi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlar ishinglarni ham xudo xolasa cho'tki qilib bitirib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.